Po'paloqcham. Beg'ubor ofatcham. Assalomu alaykum. Voy, men kelganimda turib ketasiz akam. Siz kelganingizda ko'pchilik turib ketadi. Ko'pchilik turib ketadi. Siz menga tashlang. Men tashlasam g'alati-yu aka. Yo, boshida siz tashlang, oxirida men tashlayman. Shunaqa ezilib yeyish shartmi? Tars et og'zingga tiq. Boshqatdan. Rahmat, yana bitta. Bermaylik, po'paloqqa bermaylik. Beringlar. Bermaylik. Bitta beringlar. Xohlamayman. Men xohlayman siz. Xohishingizni boshqa yerda qiling. Siz bilan qilsam-chi. Shuncha odamning ichida uyalmaysanmi shunaqa gaplar gapirgan? 100% qo'yaman, rozi bo'lasan. Rosa chiroyli gaplar chiqdi lekin. Voy, onasini emsin. Januar 100 ming prosmotr turmasa men javob. Yo'q! Ofat po'paloqqa beraman deb qo'ymang. Jonga tegishding, Januar. TikTokda o'tirishib olasan, yelpay o'tirishib olasan. Mikrofonni o'chirib qo'y, xohlagan ishingni qilib, uxlab kelguningcha bu yoqda 4 ta polvon bir-biri bilan olishib, padarka uradi. Shu ham batl bo'lmay olamdi. Qadimiy saqlor, ancha o'yin mening kurti. Senlardan boshqa problemasi yo'qmi? U ham yashasin. 1000 mayl ko'ti to'rtburchak bo'lib bir tomonga boradi. Yetib kelgani yo'q. O'tmadi chimo. Sangina. Galeriya ham bu hafta to'lamikin. Bo'qin to'ladi, bo'qin. Umrda ish bording-ku. Yana nima emish? Nechka bilanki Aligaga o'tamiz ekan. Boshqa muammosi yo'qmi? Alingga ham tupurdim, biligingga ham tupurdim seni. Muammoni qaranglar. Biz hech bir abrni ko'rmadik. Ko'rmay o'tib ket. Ellar bir odamni o'ylamaydi ekan. Unga kelibdi, narigi tomonda 70 ga turibdi, bu yoqda qo'li ko'tarilib turibdi. Qo'lini menga ko'tarib olgan. Nima emish? Qo'limni tushirib qo'ying, 70 ga urib-a. Va $800 bo'ladi. Bitta qo'lni tushirib qo'yish 70 gami? Osib qo'yaverading o'zing. Bitta efirda ko'rdim-da, Murodova, bunga qo'lini ko'taribdi, narigi tomonda 70 ga, ispitana ham yo'q, 5x ham yo'q. Qo'limni tushirib qo'ying, undan ko'ra 5 minut qisib turaver. 70 ga qo'l tushami? Do'staka. 70 ga qo'l tushirganda. To'g'risida. Bo'pti, charchama. Agar siz 10 yildan keyin tug'ilganingizda ammengiz qizi 20 yoshga kirganda turmushga chiqsa, 21 yoshida bitta farzandli bo'lsa, siz necha kirgan bo'lasiz? Ammengiz qizi. Komment o'qimang, o'zi chiqaring hisobni. Yo'q, men bu yoqda o'qimayapman. Kalkulator berayim deydi. Men 32 daman. 10 yil oldin tug'ilganimda. 10 yil oldin tug'ilganimda. Hozir 32 da bo'lsam 10 yil oldin 22 da bo'laman. Ammam qizi 20 yoshda erga tegsa, uni qizi 1 yoshga to'lganda men nechiga to'laman? Shunaqa. Ammam qizi 20 yoshga to'ldi. Bilmayman, ha?
Ammam qizim yoshini bilmayman. Ammengiz yoshini bilasizmi? Tug'ilgan bo'lsang, 10 yil oldin tug'ilgan bo'lsam, 42 da bo'lamanmi? Bo'pti, 42 deyavering-chi. Adashdingiz. Ammengiz necha yashar? Men bilmayman-da, esimda yo'q. 70 ga kelib qoldi, 75, 70 ga kelib qoldi. Bo'ldi, asha ammengizdan chiqarib olamiz. 70 ga kirgan bo'lsa, siz 10 yil oldin tug'ilganingizda ammengiz birinchi farzand 20 ga kirib, ammengiz 70 yashar, shundan chiqarib oling. Ammengiz birinchi farzand 20 ga kirib turmushga chiqqanda, uni farzandi 1 ga kirganda siz necha kirgan bo'lasiz? Miyam adashib ketdi. 52 mi? 52 to'g'ri.